Tandir somsa yopishni o'rgatib qo'yamiz. Birinchi navbatda oson yoqish yo'lini o'rganamiz tandirga. Mana ikkitasini uraveramiz ikkiga bo'lib. Keyin qo'yayotganda ham mana tandir jigimlarga yonma-yo'roq qo'yish kerak. Mana tandirimiz ham yonib ketdi. Mana tandirlarimiz ham oqar bo'ldi mana. Mana. Mana qilib ko'mir o'raga solib ozginadan suv sepib keyin yelpimiz. Kelinglar endi tandir tayyorlaymiz. Xudo xohlasa bu yoqqa. Bismillah. Mana. Bu hozir ozgina balandroq 2-3 marta yelpib yopamiz. Somsani yopib bo'lganda mana birinchi ozgina pachoqlab olamiz. Qattiq ezib olmaymiz. Keyin bismillah deb mana tepasidan mana. Xudo xohlasa suv sepib endi dimlaymiz. Bismillah. Endi yopgandan keyin 10 daqiqacha dimlab qo'yamiz. Hozir kulli ustiga ko'mir to'kib qo'yamiz. Tandirimiz vaqti bo'ldi, endi ochamiz. Mana bismillah. Hoppa. Ko'mirlarni sog'oramiz. Asta-sekin mana qizarish boshlayapti somsalarimiz. Somsalarimiz ham qizarib bo'ldi, endi xudo xohlasa uzamiz. Bismillah. Mana. Cho'g'ini bu yoqqa qo'yib olib, belchini tandirga taqab turib bismillah deb mana bittada. Somsalarimiz tayyor bo'ldi. Endi buni qara. Bismillah. Mana qara. Voy. To'y sirli bo'ladi bu. Voy, masasini qara. Oh. Shirinligini qaranglar. Bismillah. Mana sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Aynan somsa pishirishga bo'lgan oid videolarni alohida video qilib tayyorlab kelyapman. Keyin uzoqlarda fikringizni qoldiringlar. Keyin mana sahifamga obuna bo'lib qo'ysanglar, Xudo xohlasa sizlarga manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar.